Bilasiz, o'tgan videoda meni qishloqdan haydashgan edi. Qani yo'qol bu yerda. Men nima qildim bunga? Nima qildim men hozir masalan? Bir narsa qildimmi men birovga? Xudoga soldim karatchi. Shunchaki kulib qo'ydim. Shundan so'ng esa men yangi portal topib oldim. Keyin undan uy qurmoqchi bo'ldim. Va mana do'stlar, men o'tgan videoda topgan portalim. Xo'p, u topganimda videoda ko'rsatilmagan. Hozir ko'rib turibsiz va bu yerda men uy qurishim kerak. Uy qurganda ham juda ham zo'r qilib va qishloqda ikkinchi qaytib bormayman. Shunchaki meni nima desam ekan, shunchaki meni ustimdan tuhmat qilib haydab yuborishdi. Hali bu uchun ular javob beradi. Xo'p, bir noma'lum inson sababli men qishloqdan haydaldim, la'nati. Va bu yerdan hamma narsalarni olib zo'rlab yasaymiz va ungacha videoni tezlashtirib yuboraman. Va mana men olinadigan bloklarni olib bo'ldim. Endi mana bu 3 ta toshli kirpish nima edi, shu esimdan chiqib qoldi. Ana shundan devor terib chiqamiz va ungacha yana men videoni tezlashtirib yuboraman. Qani, let's go. Karvon ko'rdim, tuyalari bizlab kelar. Meni bloklarim tugab qoldi. Shundan so'ng esa 2 stak blok olib keldim. Mana do'stlar, biz bitirib ham oldik va ichiga endi biz fakellar qo'yib chiqishimiz kerak. Bir stak fakel zakaz qilganman. Men bu chetga va bu chetga. Xo'p, endi biz mana bu mevalarni joylashtirishni boshlaymiz. Birinchi bu bizni qiynaydigan narsa. Kravatni qayerga qo'yamiz? Mayli, mana bu bir chetga qo'yishdan boshlaymiz. Va endi biz stollarni qo'yib chiqishimiz kerak. Xo'p, birinchi stollarni qaysi tomon? Bu tarafga yo'q, bu tarafga qo'yishimiz kerak, chunki u tomonda buni tezlar turishi mumkin. Bu yerga bu yerga esa bu. Endi biz mana bu o'tirgichni olamiz. Yo'q, buni bu teskari qo'ysa bo'lmaydi. Shuning uchun birinchi mana bularni sindirish kerak. Xo'p, endi bu yerga qo'ysak yonmay, ko'rdilaringmi? Bu mod qanaqadir bir la'natlangan mod shekilli, shunchaki qiyshiq qo'yilib qoladi. Xo'p, teskari qo'yilib qolmasligi uchun endi bu yerdan biz boyagi kirpichdan qo'yib qo'yamiz va endi stollarni bemalol qo'yishimiz mumkin. Xo'p, birinchisidagi buni olamiz, o'tirib qo'ysak bo'larmikin? Yo'qmi, yana teskari borib qoladi. Bir qanaqadir la'natlangan mod shekilli. Bundoq yaxshi. Endi bu yerga, o'rtasiga va bu yerga yaxshi, juda yaxshi. Endi bu yerdan biz kompyuterni olamiz. Kompyuterni qo'yamiz va mikrofonni bu chetga qo'yamiz. Xo'p, endi biz bu yer sistemaviy blokni bu yerga qo'yamiz. Aytdim-ku, la'natlangan blok dedim-ku, mod dedim-ku sizlarga. Xo'p, bu yerga buni. Xo'p, endi nima qo'ysak ekan? Endi bu yerdan Wi-Fi. Wi-Fi'ni qayerga qo'ysak? Bu yerga qo'ysak yo'q.
kompyuter klaviaturasining ichiga kirib qolyapti-yu. Qayerga qo'ysam ekan? Men bu yoqqami yo bu yerda joy yo'q. Mana tagiga qo'ysammikan? Yo'qmi, qo'yilmadi. Xo'p, qayerga qo'ysa ekan? Mana buni ustiga qo'ysa bo'lsa kerak. Mana zo'r joylashdi. Endi biz kamerani joylashtirishimiz kerak. Kamerani esa biz bunaqasiga joylashtiramiz. Yo'qmi, qanaqadir bir la'natli. Yo'qmi, la'nati. Xo'p, bu yerga qaysi tomonga qo'ysa ekan? Bu yergami yoki bu yergami? Bilmadim. Mana bu yerga mayli. Mana bu yerga qo'ysa bo'ladi. What the fuck? Yo'qmi, buni endi ostidan sindirishimiz kerak, bo'lmasa 2 marta sindirishga to'g'ri keladi. Qayerga qo'ysa ekan? Mayli, mana bu yerga qo'yib qo'yamiz, bo'ldi, всё. Bu yerda video olinadi. Video olingan. Endi bu yerga unitazlarni joylashtirishimiz kerak. Bu yerga ismi nima edi? Esimdan chiqib ketdi. Xullas, shunaqa vanna edi. Vannani bu yerga qo'yamiz. Bu yerga esa unitaz. Bu yerga esa bumaga. Xo'p, bumaga qo'yamiz va bu yerga mana bu qo'l yuvadiganni. Xo'p, ustiga esa okna qo'yamiz. Bo'ldi, всё. Endi mana bu yerda yotib cho'milsam bo'ladi. Va do'stlar, bizning uyimiz tayyor bo'ldi va prosta mana bu portal yoqsak bo'ldi va keyinchalik yoqib qo'yaveramiz. Hammaga xayr. Sizlar bilan men Murod Keng bo'ldim.